Bizni Gulchan mahalla fuqarolar yig'inida 5700 ta aholi yashaydi. Shundan 9 ta ko'chamiz mavjud. Hozirgi bizning asfalt ishlarimiz 17350 metr joyini mana qilib bermoqdamiz. Biz shu kunlarni asfalt qilish kunlarini 40 yil kutganmiz. Mana oldi kelganimizda mana kelgan shu qo'shnilarimiz, shu mahalladoshlar mana hozir kelishib ishda istiqomat qilyapti. Ilgargi davrlarimizda bizni bola chaqalarimiz, bizni ukalarimiz, biz singillarimiz shunaqa bir zorqib shu qiyinchilik, loy, chang, to'zon shunaqa bir qiyinchiliklar bilan yashab kelganmiz. Mana qarangki shu prezidentimizni mana chiqargan chekka qishloqlarni mana infratuzilmlarni yaxshilash maqsadida mana bizga shu mablag'larni ajratib chekka qishloqlarga yordam berish nuqta nazaridan hozirgi mana hozir qilinayotgan asfaltlarimizga xalqqa o'zi hali to'liq bir ishonish yo'q, qachon bo'ladi degan nuqta nazarda nima bo'lardi? Mana hozir shu Gulchanda hozir bayram, xursandchilik, katta kichik hozir minnatdor, xalq rozi. Mana avvalambor shuni tashkillashtirgan prezidentimizga mingdan biz rozimiz. Aholimiz juda minnatdor. Ilgari juda qiyinchilik bo'lgan. Hozir endi mana shu bevosita mana tuman rahbariyatlarimiz, hokimlarimiz, mana quruvchilarimiz mana uychi Merisro buni xususiy firmasini nima yutgan. Mana bu qurilishdagi odamlarimiz juda bizga shu xalqimizga yordam beryapti. Biz minnatdormiz. Prezidentimizdan rozimiz. Katta kuchi shu ishonish qiyin-da endi. Qarang, ilgargi davrda qanaqa edi-yu, hozirgi davrda qanaqa. Mana hozir bolalarimiz ham xursand, oilalarimiz ham xursand, qo'shnilarimiz hammalari hozir shu prezidentimizdan minnatdor.